Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda sizlar bilan turli xil komandalar yozishni ko'ramiz. Buning uchun bizga bitta blok kerak bo'ladi. Birinchisi uchun bu yerga bitta qo'yamiz. Buni ikkita qo'yadigan bo'lsak belgi bo'ladi. Buniki 35 6 36 ekan. Bu yerga kiramiz. Bu yerga kiramiz. Bu yerdan teleport degan joyga o'tib Steve'ni tanlaymiz. Keyin 35 orani ochamiz. 6 36 komandani beradigan bo'lsak, biz bu yerda paydo bo'lamiz. Mana o'sha ikkita blok. Endi yerlarni yo'qlashni o'rgataman. Bunda biz yerni kavlab olamiz. Keyin komandalarga o'tib fill deb yozib orani ochamiz. Ikkita belgi 30, ikkita belgi 30, ikkita belgi 30 deb yozib air deb yozamiz va komandani beramiz. Mana yerlar yo'q bo'ldi. Endi bu yerga temir blok paydo qilamiz. Endi bu belgini qo'yamiz. Yana fill deb yozib, ikkita bu 30, ikkita belgi 30, ikkita belgi 30 ni berib orani ochamiz. Sizlar xohlagan bloklaringizdan qo'ysam bo'ladi. Men temir blokdan qo'yaman. Iron chiziqcha block deb yozamiz va komandani beramiz. Va bu yerda temir kub paydo bo'ldi. 30 ga 30 temir kub paydo bo'ldi. Endi buning ichini yo'q qilishni o'rgataman. Agar bu video sizga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bir dona laykingizni ayamaysiz degan umiddaman. Asroqqa tushamiz. Teskari tomonga qarab olamiz. Va bu yerga bu belgi fill orani ochamiz. Ikkita belgi 28, ikkita belgi 28 qo'yib air deb bu komandani beramiz. Xatolik ketdi. Hozir to'g'rilaymiz. Hozir yana bir marta takrorlaymiz. Bu yerga buni yozamiz. Fill ikkita belgi 30, ikkita belgi 30, ikkita belgi 30 deb air deb yozamiz va komandani bergan holda bu yerdagi bloklar yo'qoladi. Endi sizlar bilan tunni, masalan, tunni kunga aylantirishni o'rganamiz. Bunda sizga bu yerdagi bo'lsa, shu yerdagini bosasizlar. Agar bo'lmasa, bu belgi keyin hozir buni bosamiz. Time deganni bosamiz. Time set die deb yozamizda komandani bersak, bu yerdagilar kunduzi bo'ladi. Ob-havoni o'zgartiraman desangiz, Twitter degan joyga bu yerdan xohlagan ob-havangizni tanlasangiz bo'ladi. Masalan, men quyoshli kun yoki yomg'irli kunni tanlayman. Yomg'ir boshlandi. Bu videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like va obunangizni ayamaysiz deganini bittaman. Hammaga xayr.